Molga o'xshab yotmasdan ertadan qo'parib ishlaymi? Onasini ko'rsin, kuniga 10 mingta g'ish qo'yaymi? 10 mingta g'ish 1000 so'mdan bo'lsa 10 million. Oyiga 300 mingta. 300 million. Bir yilda 3 milliard. 3 milliard so'm. Vahshiga. Biznes, uy-joy, mashina, Dubay, Tailand, qizlar. Qizlardan keyin oyit spid orttirib olibdi. Ayajon. Ya. Men yosh umrimni xazon qilib kelmayapti. Yo'q, u ish bo'lmaydi. Undan ko'ra ertaga borib mahallada yordam so'rayman. Qizlar qo'mitasiga a'zo bo'laman. Ana, pul beradi. Tekin daromad. Sal qoldi-ya, yosh umrimni xazon qilardim. Navro'z, bu yo'lingdan qayt. Sen yaxshigina bitta uxlasang, yaxshi bo'ladi.